Assalomu alaykum hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugungi videomiz bir hovlili uy sotilyapti. Mana shu haqida bir ma'lumot berib ketmoqchiman. Manzilimiz Sirdaryo viloyati Xovos tumani Gulbahor mahallasi. Ya'ni eski nomi Farhod 5. Mahallaga kirishda 3-ko'cha, shundaygina ko'chani boshida hovlida, ya'ni o'sha uyni o'zida bir do'konchasi ham bor. Do'konchasi ishlab turibdi. Biznes qilishingiz mumkin. Xohlang o'sha do'kon davom ettirishingiz mumkin yoki bir tikuv seximi, qanaqadir ishlab chiqarishmi, biror narsa qilishingiz mumkin o'zingiz xohlagan bir biznesda. Uyimiz 6 xonali, 6-7 xonali. Mana kirishi, mana shu hovlisi. Hovlisida mevani hamma turidan bor. Mevali daraxtlar, olma, nok, o'rik, xullas hamma mevali daraxtlardan bor. Gaz, svet, suv hammasi bor. Muammo yo'q u tomondan. Uyni hujjatlari hammasi joyida. Mana shu uyni egalari o'zini nomida. Mana shu menga murojaat qilgan xolamizning o'zining nomida. Mana shu ekranda turgan telefon nomerlar mana shu uy egalari bemalol telefon qilib qolgan ma'lumotlarni olishlari mumkin. Videoni tomosha qilamiz va qo'shimcha imoratlar hammasini olishga biz harakat qildik. Mana shu videoda o'zlaringga kerakli ma'lumotlarni olasizlar degan umiddamiz. Qolgan gaplarni uy egalariga telefon qilib gaplashishlaringiz mumkin. Bu yozgi oshxona bu. Mayda gaz mana. Rekliyada stol qo'yib o'tiradigan. Buni uylarni kirib shu deyapti. 7 xonali uy. Hujjatlarda muammo bormi? Hammasi o'zim nomimda. Hammasi siz nomingizda? Nomimda uylar. Mana uylar mana ichini ham tushib, agar kerak bo'lsa-da. Nima aytdim, bu men durustroq o'qib berar dedim. So'rdi. Mana zallar. Tazam. Ana. Qoch. Gel kızım. Qoch. Yo'q. Ben bitta xona. O'tiradigan so'rcha. İşte. Suvlarni sera. Tak, bu xona. Hayvonchali, ha? So'ri. Kiramiz. Bu ancha katta ekan bu xona. Bu zal hujralar. Ha. Tak. Yana bitta xona yani. Yana bitta xona. Bu skratch, ha? Nog'ora qizchalarning uyi edi-da. Shu qizchalar. Buni sarzon gap bilan bu. Tak, bu uyda yana tandirxona, o'tinxona, banya, qo'yxona, o'shunaqa narsalar ham bor. Xullas yashashga nima kerak bo'lsa, shu sharoitda hammasi bor bu uyda. Bu tovuqxonalaringiz ham bor ekan-a? Tovuqxonalarigacha bor ekan. Qo'yxona. Ancha katta ekan qo'yxonalarimi?
buya qo'yxona nersa taxlab qo'ygan. Qo'yxona, o'tinxona. Mers uzun, qora uzun, bunday mers. Mana bu sovuq urib, men bularni yana boshqatdan o'stirdim, qarab uzumlarni. Yurigimiz bor, sanki. Olma bor. Buning bo'lsa onam ketdi, butiribkasi. Через banku sen olaman. Mevali daraxti hamma turidan bor ekan. Bor, ha. Uzum, bodom, olma, o'rik. Bolalarni kachilasi ham bor ekan, birinchi. Kachili ham bor.